Ko'nglingizni doim tozalab turing. İçidagi g'am andisha ko'ngilsiz tuyg'ular ichida uzun turib qolmasin. Odamning ko'ngli bakla ojiz, nozik bo'ladi. U albatta tasalliga, mehrga, illiqlikqa muhtoj. Boshqalarning ko'nglini ilishni o'ylamay, o'zingizning ko'nglini ilishni ancha-muncha o'ylab qo'ying. Daim o'zingizni e'tirof qilib, rag'batlantirib, maqtab tursangiz, ko'nglingizning ichilib qolganligini bayqaysiz. Ko'nglingizdagi jiddiy ritmni ancha-muncha bo'shatib, ostiltib qo'ying. U charchab ketmasin. O'zingizning ko'nglingizni, teringizni, badaningizni boshqalarni asragandek astoydil asrab yiqing. Shu chaqdalar balkim boshqacha bir xil baxt tuyg'usini his qilib qolishingiz mumkin. Amaliyotda xushallik uncha murakkab emas. Xushallik hammamizning atrofida bor. Shunga ruh holatimizni har vaqt yaxshi tutaylik. Chunki bir odamning ruh holati bir odamning turmush holatini belgilaydi. Albatta, yaxshi ruh holatga ega odam cho'qim yaxshi turmushga ega bo'la oladi. Shunga radio oldidagi sizningmi har vaqt yaxshi ruh holatga ega bo'lib, bir umr baxt ichida o'tishingizga tilakdoshman. Qadrli do'stim, biz bugungi motivatsiya programmasida o'zimizning ruh holatini qanday tanishishni o'rganib boqaylik. Balkim anglab bo'lgandan keyin yeniklab ruh holatingizni yaxshi bo'lib qolishi mumkin. O'zingizning ruh holatiga foydali bo'lish uchun ozroq vaqtingizni chiqarib, motivatsiyalarni anglashni unutib qolmang. Har kun kechda radio to'lqinlarida men sizni saqlayman. Ostidagi ulanmani besib, programmaning to'liq nusxalarini tanlab anglang. Xayrli kech aziz do'stlar.